Dolar ikkinchi katta supermarketimizga kelganmiz. Ikkinchi supermarketimizning ismlari Asr supermarketi. Yalan bozordan kelishga shuni to'g'rilarga yozib qo'ygan, shunday kirasizlar, dumma yo'li simishkamiz tayyor turibdi. Kelinglar birga ko'ramiz ichkarini. Qadrdonlar shuni ichkariga kirib, ukamizni dumma yo'li simishkasi qayerga desanglar, tayyor turibdi. Singillarimiz, ukalarimiz ko'rsatadi. Akajon, tuzli, tuzsiz deb maslahat ham beradi, ta'mi, sifati a'lo darajada. Sizlar o'ylagandan ham kuchli. Kelib choqib bersanglar bo'ldi, o'rtoqlar. Dahshat xullas. Ota-onasini duosini yo'qotib qo'yganlar. 10 million dollar puli bor bo'lsa, beraman deydi. Kesin deydi ota-ona. Mana onamni hozir masalan, ilohim yuzing yorug' bo'lsin. Odamlarning oldida sharmanda bo'lmagan deb duo qilishlariga har kuni muhtojman, har kun so'rayman. Duosi pardasiz ijobat bo'ladigan shaxslardan bittasi ota-ona farzandga qilgan duosi. Chunki u hech nimani ko'zlanmasdan qilgan bo'ladi. Ta'masiz. Bu har bitta ishga eng zo'r kiritiladigan investitsiya. Farzandga bo'ladigan muhabbat o'zi tabiiy insonda bor. Ota-onaga bo'ladigan muhabbat tabiiy emas. Bizning otamiz odam ota-ona, otalari bo'lmagan, farzandlari bo'lgan. Shuning uchun otangga, ota-onangga deb buyurilaveradi. Bizning qadriyatlarimizda ham, din diyonatimizda ham farzandingga degan joy kelgan emas hech qayerda. Lekin ota-onangga kelgan. Uni inson tushunchasidan kashf qiladi.